55 kungacha qaytarib qo'ysangiz sizdan hech qanday foiz olinmaydigan TBC bankining Osmon kart kredit kartasi haqida ko'p gaplashdik. E'tibor bering, 55 kungacha bank sizga hech qanday ish haqqisiz, kafillarsiz, garovlarsiz qarz beradi. Ushbu kartaning imkoniyatlari haqida ko'p gapirdim va videolarimiz ostidagi yana savollardan kelib chiqib, sizga yana bir nechta qo'shimcha ma'lumotlarni aytib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda 55 kungacha xaridlar uchun ishlatgan pulingizni yana qaytarib qo'ysangiz, sizdan hech qanday foiz olinmaydi. Bu zo'r imkoniyat. Lekin bankomatdan naqd pul ichadigan bo'lsangiz, sizdan bir muncha komissiya ushlanadi. Shu tomoniga e'tibor berib qo'ying. Ushbu kartani bemalol hech qanday ish haqqisiz, kafillarsiz, garovlarsiz, bepul birgina TBC bank ilovasi orqali ariza qoldirib olishingiz mumkin. Lekin kartadan foydalanishda his-tuyg'ularga berilmasdan faqatgina kerakli maqsadlar uchun ishlating hamda qarzlarni o'z vaqtida to'lashni unutmang. Chunki qaytaradigan pulingiz 55 kundan o'tib ketsa, sizdan ishlatilgan summaning o'ziga foiz hisoblanish boshlanadi. Kartadan foydalanishni boshlaganingizda TBC bank ilovasiga kiring. Kredit kartalar haqidagi asosiy oynani ochsangiz, sizga minimal to'lov miqdori hamda to'liq to'lov miqdorini ko'rsatadi. Sizga ajratilgan limitdan to'laqonli foydalanish uchun minimal to'lov miqdorini belgilangan sanagacha to'lab qo'ying. Umuman olganda kartadan 1-2 marta foydalansangiz, sizga qanchalik kerakliligi ko'rinadi. Videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying hamda bank faoliyatlariga doir foydali ma'lumotlarni bizning kanalimizda kuzatib boring.